Analitik kimyo. Mavzu: kislota asosli titrlash usulida natriy gidroksidi va natriy karbonatlar birgalikda ishtirok etganda ularning miqdorini aniqlash. Kislota asosli titrlash usuli bu kimyoviy analizning klassik usuli bo'lib, ma'lum hajmdagi anolit eritmasidagi kislota yoki asos miqdorini aniqlash uchun ishlatiladi. Bu usulda kislota va asosning bir-biriga ta'siri asosida ularning konsentratsiyasi o'lchanadi. Asosiy tamoyillari 3 ta: neytrallanish reaksiyasi, titrlovchi eritma va indikator. Birinchisi neytrallanish reaksiyasi. Kislota ionlari va asos ionlari o'rtasida reaksiya asosida ishlaydi. Titrlovchi eritma ma'lum konsentratsiyali kislota yoki eritmasi ishlatiladi, masalan, xlorid kislota yoki natriy gidroksidi. Uchinchisi indikator. pH o'zgarishini aniqlash uchun indikator qo'shiladi, masalan, fenaftalin yoki metil qizili. Titrlash turlari 3 xil. Asosni kislota bilan titrlash, kislotani asos bilan titrlash, aralashmalarni titrlash. Asosni kislota bilan titrlash agar analiz qilinayotgan modda asos bo'lsa, masalan, natriy gidroksidni xlorid kislota bilan titrlash. Reaksiyasi: natriy gidroksidga xlorid kislota qo'shiladi, natriy xlorid, suv, natriy gidroksidi chiqadi. Kislotani asos bilan titrlash agar analiz qilinayotgan modda kislota bo'lsa, chumoli kislotaga natriy gidroksid bilan titrlash mumkin. Aralashmalarni titrlash: natriy gidroksidiga natriy karbonat yoki natriy gidrokarbonat qo'shilsa, bu ikki bosqichli titrlash bo'ladi. Fenaftalin va metil qizil indikatorlari bilan foydalaniladi. Titrlash bosqichlari: standart eritma tayyorlash, anolit eritmasini olish, 3-inchisi indikator qo'shish, 4-inchisi titrlash, 5-inchisi ekvivalent nuqtani aniqlash va 6-inchisi hisoblash. Birinchi bosqichda titrlash uchun ishlatiladigan kislota asosning aniq konsentratsiyasi ma'lum bo'lishi kerak, masalan, 0,1 molarli vodorod xlorid. Ikkinchisi anolit eritmasini olish. Aniqlanadigan moddaning ma'lum hajmi olinadi, masalan, 25 ml natriy gidroksidi eritmasi. Uchinchisi indikator qo'shish, fenaftalin asosli muhitda qizil, neytralda rangsiz yoki metil qizil, kislotali muhitda qizil, neytral sariq. Titrlash. 4-inchisi borettadan titrlash eritmasi, masalan, xlorid asta-sekin qo'shiladi va rang o'zgarishi kuzatiladi. 5-inchisi ekvivalent nuqtani aniqlash. Indikatorning rang o'zgarishi titrlash tugaganligini ko'rsatadi. Oxirgisi hisoblash esa sarflangan titratning hajm va konsentratsiyasidan anolit miqdori hisoblanadi. Hisoblash formulasi: titrlashda konsentratsiya, hajm va molar massa asosiy parametrlari hisoblanadi. S1 V1 S2 V2 taqsim S1 V1 bunda barobar taqsim S2 va V2 hisoblanadi. S1 V1 titrlash eritmasining konsentratsiyasi va hajmi hisoblanadi. S2 V2 dar esa anolit eritmasining konsentratsiya va hajmlari hisoblanadi. 10 ml natriy OH eritmasi 0,1 molarli vodorod xlorid bilan titrlashda 12,5 ml vodorod xlorid sarflanadi. Natriy OH konsentratsiyasini toping. Qo'llanilishi: sanoatda suv, oziq-ovqat, farmatsevtika mahsulotlarining tarkibini tekshirish, kimyoviy laboratoriyalarda reaktivlarning tozalik darajasini aniqlash, atrof muhit monitoringida esa suvning pH va karbonat tarkibini o'lchash. Bu usul oddiy, tezkor va aniq natijalar beradi, shu sababli keng qo'llaniladi. Kislota asosli titrlash usulida natriy gidroksidi va natriy karbonat aralashmasini tahlil qilish uchun odatda 2 ta indikator, fenaftalin va metil oranj yordamida 2 bosqichli titrlash amalga oshiriladi. Bu usul aralashmaning har bir komponentini alohida aniqlash imkonini beradi. Titrlashning asosiy prinsipi: fenaftalin ishtirokida titrlash. Bu birinchi bosqich hisoblanadi. Fenaftalin indikatori pH-i 8,5-10 oralig'ida rang o'zgartiradi. Qizildan rangsizga o'tadi. Bu bosqichda natriy gidroksidi to'liq neytrallanadi. Natriy gidroksidiga xlorid kislota qo'shilganda natriy xlorid, natriy OH, suv va xlorid kislota chiqadi. Buni yana ikkinchi bosqichga aylantirilganda esa natriy xlorid bilan suv chiqadi. Keyin natriy karbonat esa natriy gidrokarbonatga aylanadi. Natriy karbonatga xlorid kislota qo'shilganda natriy gidrokarbonat, natriy xlor, natriy karbonat hosil bo'ladi. Sarflangan xlorid hajmi
natriy gidroksidi va natriy karbonatning yarmini neytrallaydi. Ikkinchi titrash usuli bu metil qizil oranj ishtirokida amalga oshiradi. Metil qizil pH 3.1 va 4.4 da rang o'zgartiradi, sariqdan pushtiga o'zgaradi. Bu bosqichda faqat natriy gidrokarbonat neytrallanadi. Natriy gidrokarbonatga xlorid kislota qo'shilganda natriy xlor suv, karbon tangidrid va natriy gidrokarbonat hosil bo'ladi. Sarflangan xlorid hajmi faqat natriy karbonatdan kelib chiqqan natriy gidrokarbonatni neytrallaydi. Hisoblash formulalari quyidagilar. Misol qilib berish mumkin. Aytaylik 50 ml aralashma titrlash uchun olingan. Fenaftalin bilan titrlashda 15 ml 0,1 molarli xlorid sarflanadi. Metil qizil bilan titrlashda 5 ml 0,1 molarli xlorid kislota sarflanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.